Adam yangi mashina olib o'zlaricha endi o kiyimlari ham o'zgaribdimi? Ha dada? Qayerga endi shoshyapsiz? O'tirishga aytib qo'ydim deding-ku. O'tirishga, kechga. Avvalambor dada, bu o'tirishimning asosiy maqsadi biz 900 mingta bo'ldi juda. Hammalaringizga rahmat. O'zbekiston xalqimiz oddiylik, oddiy insonlarimiz, haqiqiy bir qishloqni insonlari, yurakdan yaxshi ko'rgan insonlar bizni kuzatyapti. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Qaranglar, oldin dadam qanaqa edilar, hozir qanaqa bo'ldi o'rtoqlar. Sizlar tufayli qaranglar, o'zgarishni qaranglar. Endi nima qilasan, dada? Mashinalarda hech qanaqa montaj qilmayman. Bilaman, mana shu video ham millionlab prosmotrlarga ega bo'ladi. Men ishonaman. Dada, 1 millionga chiqishimizga juda ham oz qoldi. Endi bir podpischklarimga, bizga obuna bo'lgan insonlarga bir rahmatimizni aytamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ota-onalaringiz baxtiga sog' bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Inshaalloh. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. 2025-yilda keltirmagan omad 2026-yilda hammalaringizning xonadoningizda baraka, omad olib kelsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringiz yuragimdasiz. Omad. Bo'ydoqlarimiz, uylanmagan yigitlarimiz ham uylansin. To'ylaringizga borib hech bo'lmasa qo'llaringizga suqib turaman. Men o'zim uylanmaganman dada. Sen ham uylaylik endi. O'g'limni ham uylaymiz, kelinglar. Mana shu gapni ba'zi uylanolmagan otasiga ayta olmaydi, men aytaman. Dadam uylanmoqchi, uylantiring meni.